Prebookda siz qimmat yukni olishda sizda option bo'ladi. Mana shu ko'p gross qilishning ikkinchi muhim nimasi bu? Kichkina. Chunki mana 900 so'm yuk turibdi, siz uni olmaysiz yoki uni siz negotiate qilishingizda sizda imkoniyat bo'ladi. Chunki driver 2 kundan keyin boradi. Siz 900 so'mlikni 1100 so'mga so'raysiz, 1200 so'mga so'raysiz. U bo'lmasa boshqa yukni olasiz. Brokerlar ham o'zi garantировать pick-upni kutadi. Biz mana shu vaqtda aytgan vaqtimizda bo'lamiz. Chunki bizda yuklarimiz bor. Mana broker qachon shubhaga boradi? Aytgan vaqtingizda pick-up qila olmasangiz. Bizda yuklarimiz har doim tayyor bo'lishi hisobidan biz on time pick-up qilamiz. Va shuning uchun ham bizlar brokerlar yukni qimmatroq berishi nima qilmaydi. Demak, yaxshi gross qilish uchun har doim kompaniyada prebook rejimi ishlab turish kerak. Biz prebook rejimini kundalik ravishda 3 martadan nazorat qilamiz. Azonda, obedda, kechda. Prebook qanday holatda turibdi bizning kompaniyamizda? Driverlarimiz holatini chek. Ya'ni prebook qilinmasa driver statusi reda tushib boraveradi. Shuning uchun bizda driverlarimiz har doim yaxshi gross qiladi.